Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ridrev. Bugun men do'stlar 13-qishloqqa ko'chib kelishga qaror qildim. Mana deyarli kelib ham qoldim. Men u yerda bitta uy sotib olmoqchiman. O'sha yerda o'zi bilan telefonda ham gaplashib qo'ydim. U yerda bitta odam meni kutib olish kerak bo'ladi. Mana o'sha kelib qoldik. Mana qishloqdamiz. O'sha odamga pul bersam, men uyni ko'rib bo'ladi. Shuna o'zimga kerakli narsalarni olganman. Mana shu YouTube kalimaga. Mana qishloqda odamlar ham yuribdi ana. Mana shu odam bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Meni kutib oladigan odam siz edingiz? Va alaykum assalom. Ha, men edim. O'sha kelishgan narximizda mana shu uyni sotaman. Mana shumi? Ha, mana shu. Kelishgan narximiz 2 stak pul, ya'ni $128 Ha, albatta, xuddi o'sha. Arzon ham emas, qimmat ham emas. O'rtacha narxda. Mana pulingizni tayyor qilib olib kelib qo'yganman. Mana uzr. Mana va mana yana oling. Mana shu pullarni olib olsangiz, mana shu meningmi? Ha, albatta, mana hozir pullarni sanab olib olaman. Qoyil yo'q. Sanab pulni olib ketdi. Yangi uy. Qoyil. Xo'sh bolalar, endi mana shu qishloqda biz videolarni olishni boshlaymiz. Mana qo'shnilar. Xo'sh, qani? Bismillahirrohmanirrohim. Ichi bo'sh ekan, qoyil. Xo'sh. Hozir men nimalarni qo'yishni boshlashim kerak. Xo'sh, mana bu yerga buni qo'yamiz. Shkaf. Bu yerga mana ini to'g'ri bo'ldi. Mana bu yerga yotoq qo'yamiz. Ini to'g'ri bo'ladi. Yoki buni qo'yamiz. Bu yerga mana bunday qilib qo'ysak, mana bunday qilib qo'yamiz. Endi mana ochishga qulay bo'ladi. Xo'sh. Endi sandiq va pechkalarni o'rnatib olamiz. Mana bu yerga ikkita sandiq qo'yamiz. Bu yerga bo'lsa pechkalarni joylashtiramiz. Hozir men oldin yashirin joy ham qilib qo'yishimiz kerak, chunki xuddi kim o'g'irlik qilgan shunga tayyor turamiz. Qo'ysak mana tayyor. Xo'sh, deyarli tayyor bo'ldi. Mana bu stulni endi qayerga qo'yamiz? Stulni albatta bu yer menga qulay joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, qo'yaveramiz. Qo'yishimiz kerak edi. Xo'sh, olamiz. Qayerga qo'ysak bo'ladi? Hozircha stulni o'rnatib olamiz. Mana bizning oxirgi pullarimiz. Bu menimcha yetmasa kerak. Mana bu yerga stulni qo'yamiz. Qolganini bo'lsa bu yerga qo'yamiz. Pullarni mana joyim hozir kompyuterim kelish kerak. Yangi kompyuter olganman, shuning uchun shu yerga buyurtma qilib qo'ydim. Men hozir shu kompyuter kelsa joylashtirib sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar,
kompyuterim ham keldi. Unga kompyuterga qo'shib yotog'im ham keldi. Mana yotoq va kompyuterni o'rnatib oldim. Xo'sh, mana mazza qilib mana bu yerda o'tirib ishimni bajara olaman. Mana keyin mana bu yerga verstak ham qo'yib qo'ydim. O'zi kech ham tushib qolibdi. Qoyil vaqt juda ham tez o'tarkan. Ishlar bilan bo'lib vaqtni qanday o'tganini ham sezmay qolibman. Bu yerda fermalar ham bor ekan. Qoyil. Mana shu ferma qancha turar ekan a? Bir merni oldiga borib so'rab kelish kerak. O'zi bu qishloqda meri qayerda ekan? Eng katta uy mana shu ekan. Kimdir bor shu yerda. Qani so'raymiz. Taq. Xo'sh. Ana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz bu qishloqni meri kimligini tanimaysizmi? Shu qishloqda men bo'laman. Xo'sh, xizmat. Men bu yerga yangi ko'chib kelgan edim. Shunga birorta ishmi, shunaqa zerikan payti shug'ullanadigan narsa bersangiz deb so'rab kelgan edim. Sen yangi bo'lsang, yaxshi. Hamma bilan tanishib chiqishingni maslahat beraman. Va yana bizda bir ferma bor. O'sha fermaga qarash kerak bo'ladi. Shu fermaga qarasang, yaxshigina pul to'layman. Xo'sh, nima deysan? Ayni muddo. Men ham fermerlikni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu fermami yoki boshqami? Shu bo'lish kerak-a? Xuddi o'sha. Qolgan fermalar esa band. Tasodifdan qara. Seni uyingni oldida yangi ferma bo'ladi. Rahmat. Xo'sh, ishni ertadan boshlasam bo'ladimi? Albatta. Boshlasang bo'laveradi ertadan. Hozir esa uyga borib davom. Xo'p. Unda men ketdim. Xayr. Mana do'stlar, ish ham topib oldik. Endi shu ishda ishlaymiz. Bu yerda ferma juda ham ko'p ekan. Uylar. Endi uyqum ham kelib qolibdi-yu. Endi uyga kirib uxlasam ham bo'laversa kerak. Ertadan esa mana shu ferma meniki. Men ishdan boshlayman. Xo'sh. Bo'ldi. Endi bolalar. Mayli bolalar. Sizlar bilan Ridrev bo'ldi. Mana bu videoda yangi qishloq 13-qishloqqa ko'chib keldik. Ish ham topdik bu qishloqda. Mer bilan tanishib oldik. Men hozir uxlashga boraman. Hammaga xayr.